Sen şagird. Hamma qo'shiq aytgan shogird bo'lavermaydi. Xarakteri o'xshash. Qiziqchiligimni yolg'on ustoz degandan keyin bildim. Gulmisiz rayhonmisiz, suv gulmisiz. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Uka yaxshimisiz? Va shogirdingizmi? Shuncha yillik Yo'q, endi biz men shogird bo'lib yurganimda yoningizda bular yo'q edi-da. siz o'ta qadimiy shogirdlardansiz. Qadimiy shogirdlar. Biz yurganda Gulsan opa bilan yurardi. Endi bulardagi mikrofonda qanday yoqadi? Tanimayapsiz. Hop, yangi kelib chiqdingda, uka yaxshimisiz? Rendi. Hop. Ularni taniysiz. Ular Kim bular? Ular taniysiz bo'lmasa? Shogirdlaringizmi bular? Albatta, alhamdulillah. Bismillah. Qattiq ko'rishmaysiz. Juda issiq. Siz internetga qiziqmaysizda. Yo'q, biz asosan ijod. Mahallangiz to'yga borishganda ko'rib qo'ygan sizga. Sizlar shogirdmi? Ustoz. Hayır, to'plarga qo'yildi. To'plarga qo'yildi. Siz tandak yegizasiz yo'q. Yo'q, yegizasiz. To'yni olmasi bor. Shohruh Mirzo. Ovoz loyihasida ko'rdingiz. Ko'rmadingizmi yo'q? Yaxshi bo'ladimi? Yaxshi bo'ladimi? Sarvar Qoyilov, tanimaysiz. Yo'q, issiq. Ya, to'nga 60 ta yozilganmidi? Yo'q, mahmadonalik qilmasdan mana shogird. Xo'p, shogirdlaringizmi? Ha. Qo'shiq aytadimi? Shu bola bilan aytishasizlarmi? Aytishamiz. Bu Hammamiz bir tomon. Ma'nu tomon biznikilar. Bu tomon biznikilar. Asli bolam shogird, bu ham shogird. Ustoz, Hozir chiqib kelishaveradi, ammo o'ziga qiyin bo'ladi. ustoz, hamma qo'shiq shogirdlaringiz bir tomonga olib o'tdik. O'zim ham bir o'shaqa. Bu birga o'tib olma. Gulsan bilan birga turib olamiz. Regerlar bor, Rey pas qilmanga ustoz. Bo'lmasa kerak. Pas qilmang kerak. Ya biz Siz hozir aytdingiz, avjini aytdingiz, qizini. Bo'ldi. Boshlaylik. Tamam. Bular aytganda tayyorsizlar, ha? Nima beryapmiz hozir? Seni